45 ming dollarga 3 xona so'raganmidingiz, men sizlarga topib qo'ydim. Assalomu alaykum barchaga. Boshpana TV kanalini ko'ryapsizlar. Obuna bo'lmaganlar, obuna bo'la olinglar. Xo'p, men qayerdaman? Nazarbek Tarnovdaman. Sanatoriyani shundoqqina oldida ko'ryapsizlar, bu yerda domlar 4-etajda 50 necha kvadrat dedilar? 50, men hozir aniqini sizlarga aytaman. 3 xona, narxi ham 45 ming dollar, yana kelishtirib beraman dedilar. Pastda egalarining nomeri. Xo'p, bu yerda mana ko'ryapsizlar, detskiy plashatkasi bor. Mazza qilib kechki salqinda o'tirib, bolalar bu yoqda o'ynaydi, siz mazza qilib bu yoqda o'tirasiz. Mazza qilib yashashga zo'r xonadon. Gaz, svet, suvdan muammo yo'q, maktab, bog'cha, barcha sharoit bor, hamma qulayliklari bor. 4-etajga chiqamiz, sizlar bilan birgalikda. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Pastda egalari nomeri bemalol telefon qilib savdolash, xarid qilsangiz bo'ladi. Sizni ham uy-joy sotish kerak bo'lsa, tepada, aynan qo'limning tepasida chiqib turgan nomerlar, mani nomerim, Boshpana TV kanalimiz bilan borib sotiladigan uylarni xuddi shunaqa obzor qilib, YouTube, Instagram, Telegram sahifalarimizga qo'yib joylashtirib beramiz. Tez kunlarda sotib olishingizga sababchi bo'lib qolamiz. Bu yangi kanalim, o'rtoqlar, eski kanalim o'zimda emas, shuning uchun obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Ketdik 4-etajga chiqamiz. O'rtoqlar, mana 4-etajga ham chiqib oldik. Adizlarni ham ko'ryapsizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Aynan shu xonadon tayyor bo'sh holatda turibdi. Kirib bemalol yashashingizga tayyor. O'rtada bitta koridor bor. Chap tarafimizda oshxona bor ekan. Mana oshxona, tashqariga qaragan romlari bor. Havo aylanishlari yaxshi, remontlari zo'r, yomon emas. Bu yerda bitta yotoqxonani, bitta zalni qilib qo'ysangiz bo'ladi. Mana hovliga tashqari tarafga qaragan romlari. Bolalaringiz o'ynayotganda, "Ey, ovqat pishdi, chiq" deb kelmay chaqirib o'rasiz. Har bir insonga, uy talablarga, uy muhtojlarga yoki farzandimga uy kerak, joy kerak degan otaxon, onaxonlar kommentariyada duo qilib yozib qo'yinglar. Menga ham, sizlarga ham bundan zo'r xonadonlar nasib qilsin. Bu yerda yana bitta xonasi bor. Umumiy 3 ta xonasi bor. Hammasini eshik romlari bor. Bu yerda mana razdelniy hojatxonalari va bu tarafda sanuzellari, vannaxonalari bor. Xo'p, bu tarafda mana 3-xonamiz. Yana bitta xonamiz. Buni ham o'zining romlari bor. Xo'p, Nazarbek Tarnov, uy egasi nomeri pastda, sanatoriyaning yonidagi dom, 4-etaj, 52 kvadrat metr ekan. Narxi 45 ming dollar so'rashyapti. Pastda egalarining nomeri, bemalol telefon qilib savdolash, xarid qilib olsangiz bo'ladi. Sizni ham uy-joy sotish kerak bo'lsa, maklerlarsiz 2-3 ming dollar ularga bermasdan o'zim sotaman deydigan bo'lsangiz, menga telefon qiling. Tepada nomerim 97 kodi bilan 422 27 75 telefon qilsangiz borib chiroyli qilib obzor qilib, tez kunlarda sotilishiga sababchi bo'lib qolamiz. Bizning xizmat haqqimiz juda ham arzimagan pul, chunki hozir men yangi kanal qildim. Faqat shu kelib ketishimiz rasxotini o'ziga reklama qilib beramiz. Shu bir oy ichida aloqaga chiqing, chiroyli qilib reklama qilib ketamiz. Sog' bo'linglar, keyingi boshpanada ko'rishguncha.